2026-yili 1-oyning 1-kuni bo'ldi mana. Oldingi yili anda o'riqlayman, manda o'riqlayman degandingiz, qandoq bo'ldi natijasi? Yana eg'izni boshqara olmay o'riqlayamdingiz-ku deyman-da. Eg'izni boshqarish unda oson emas. Chidab o'taychi desangiz chiday olmaysiz-da. Ilmiy pozitsiyada bo'lishimiz kerak bu ishqa. 4 turlik shunda yaxshi eg'izni boshqarib bo'ladigan sonni o'gitib qo'yma. Bir tal yurak berib saqlaylang ha. Ma yangi yilga yangi qadam bilan kirayli, yangi natija bilan oxirlashtirayli. Birinchisi, agar tomoqning oralig'ida eg'izingiz qichi bir narsani yig'iz kelib kelsa, qora shokolad bor-ku. Rasmiyligi 70% ning ustidagi qora shokoladdan bir tishlamni og'zingizga silib, choynab yutib o'tmay, o'zligidan erisinchi og'zingizda. Ondan bir stakan suv ichib o'ting ha. To'qliq tuyg'uringizni yuqori ko'taradi. Qora shokoladdan tarkibidagi sifatli yog' bilan magniy degan narsa sizning to'qliq tuyg'uringizni uzun so'zib berdi. Ikkinchisi, tomoqning oralig'ida bika-bikadan bir tal savza, pomidor, xanga degan narsa yeb qo'ying ha. Qo'saq ochmisimi yeb qo'ying ha shuni. Qo'saq ochqani birni yeychi demay, ochmisimi savza, pomidor, xanga degandek sakkiz tatlarni yeb qo'ying ha. Yemak talas nihoyat ko'p. Qo'saqni aldirab ochirmaydi. Uchinchisi, ikki haftadak chidab shu oq un tomoqlardan bo'libmi non, pechin pranikdan sal jiroq turib, bu go'sht bilan sayga, xongshu, qo'noq, kava, yangyo, guruch deganga o'xshash narsalarni moslashtirib bir 10-15 kun davomlashtirib menga ishtaringiz vahshiy turaq bo'ladi. Xemirliq tomoqni yadisim yegingiz kelmaydi vaqt kelganda. To'rtinchisi, cho'qim oftob ko'rib beringizmi? Masalan, mana bog'chilarning oyining qish faslida oftob chiqadi-ku, talog'i chiqib bir 20 minut bir qurtda qo'lingiz, yuzingiz kun ko'rsimi hisob, vitamin D to'liqlandi. Kayfiyatingiz turaqli bo'lsa, undan ishtaringiz turaqli bo'ldi. Ha, kunlardagi odamning kayfiyatini yaxshilaydi emasmi? Sizning ishtaringiz turaqli bo'lishi uchun bek kuchab ketib borma. Cho'qim menga ergishib oling ha, g'ayrat qiling.